Azırak tahlil yürgüzeli hürmetlik vatandaşlarım hazır anıldık boleksiyeni yakından beri Tayvan bilen Cungo oturusidagi münasebette qarasılar. Ötkendemini Afrikadagi festival adamda bir kichik bir davlat bilan diplomatik munosabatni uzgan edi. Tayvan sababi Cungo. Bu qatim Panama hamda bu sal ta'siri va ish bo'ldi degan gap. Panama bilan Tayvanning diplomatik munosabatni uzishi o'ttirg'i chiqdi. Bu bir cho'nqur ta'sir qo'zg'idi hozir Tayvan bo'g'ozi doirasi yoki Tayvanning ichki qismida deyli. Bunun sababi yana o'xshash hozir Tayvanliklar buni Jungoning besimi bilan shundoq bo'ldi deydi. Endi Uyg'urlarning til so'z iboralarida nurg'un gaplar bor ki o'z puchuq o'z palchicha pesh degandek. Ya'ni shundoqla avval o'rni kishi qo'lgan kishi avval o'rg'i tushidi degandek. Hozir bu Tayvan rayonida dal mushu masalani mushu holga keltirib qo'ygan davlat, ya'ni Jungo o'zi bo'lib o'tadi. Buning sababi nima desa, endi biri sen Juar Gongshi hali 92-yillik o'rtaq tunish deganga ma'qul demisan, men sana diplomatiya siyosati mushular besim ishiltaman deydi. O'tganda xalqaro sayya tashkilotiga a'zo bo'lib kirishga to'sqinlik qildi. Demak, mushu ahvol hozir Tayvan bo'g'ozining vaziyatini jiddiylashtirib qo'ydi. Shu qatorda buningda xabar topgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson yuqoridagi nima dedi? Hozir Jungo bu besim ishilishini taraqqiy qildiryapti. Uni taraqqiy qildirayotgan nega kelyapti degandek ko'rsatgandek, hozir Amerikaning ta'sir doirasi degidek rayonlar. Masalan, Koreyaga besim ishlat sot sistemasini o'rinlashtirish masalasi bo'yicha endilikda Panamaga besim ishiltib Tayvan bilan bo'lgan munosabatni uzdi. Tayvan bir demokratik davlat yoki demokratik rayon sifatida Amerikaning eng yaqin do'sti. Har qaysi mayli siyosat, mayli savdo tijorat sohasidan bo'lsin, dal shundaq vaqtda Tayvanga orqa-orqadan zarba keltirib, uning diplomatik munosabat doirasi besim ishiltib hujum qilib, hatto chet ellarda ayrim davlatlar turishliq Tayvanning ish boshqarish o'rinlarining ish boshqarish o'rni o'zgartishiga besim ishiltib, mushu darajada ish qilgan vaqtda bu bizning o'ylashimizcha Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatiga bevosita yaqinlab kelayotgandek, masalan, Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshi Tayvanni biz boshda ko'rib o'tdik. Shunda ahvol ostida hozir Jungo Janubiy dengizda emas, Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chavshandda emas. Ishni hozir xot yo'tkab degidek Amerika Qo'shma Shtatlarining mushurayindagi ittifoqdoshlarining doirasiga, ta'sir doirasiga qo'l suzib, o tarafdan Koreyaga besim ishiltib, sot sistemasi Koreyaga kirgizmaydigan, bu tarafdan Tayvanga besim ishiltib, Tayvan bilan munosabat o'rnatgan, diplomatik munosabat o'rnatgan Panamadek va boshqa davlatlarga besim ishiltib, ularni Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzishga majburlash yo'li orqali shunday kelayotgandan qaraganda Jungo hozir qistab kelyapti deyman. Bunday aytganda hozir bevosita Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatiga ziyon soladigan darajaga yoki tahdid paydo qiladigan yetgan bo'lsa, yuqori davlat ishlar kotibi Rex Tillerson dediki, hozir Jungo Amerika munosabati burilish nuqtasiga kelib qoldi. Biz keyingi 50 yil ishilishga davlatning o'rtasidagi munosabatlarning muqim bo'lishini, tinch bo'lishini, osoyish bo'lishini, shundoq asosiy jimlik ichida munosabat yani 50 yil davomlashtirishni o'ylashayotgan bir paytda dedi. Oxir nima dedi? Bugungi Tayvan masalasi, Chavshan masalasi, Janubiy dengiz masalasi 6-oyning 21-kuni Amerikada o'tkaziladigan ikki davlat Jungo bilan Amerika o'rtasidagi strategik suhbatning mazmuni bo'lishi kerak. Yani mazmuni bo'ladi dedi. Endi bu suhbatga hozir yaqinda 6-oyning 21-kuni o'tkaziladi degan gap Jungo tarafdan bunga fang qo'y. Andan keyin Jungoning davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi keladi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdan Rex Tillerson, shunday qilib davlat mudofaa ministri James Mattislar qatnashadi ekan. Demak, bu suhbatmi katta suhbat bog'ida, chunki bu yerda 50 yilgacha nima ish qilamiz. Demak, bu Tayvan masalasi qanday tushdi o'ttirga, Janubiy dengiz masalasi qanday tushdi o'ttirga, shundaqla Chavshan masalasi qanday tushdi, bu masalalarni qanday hal qilish? Demak, oldimizdagi Washingtonda o'tkaziladigan Jungo Amerika suhbati, strategik suhbati shu yerga yetdi. Men ayada o'zim hisiyatim bilan qo'shib qo'ydim, bu yerda Tibet masalasi, Xinjiang masalasi yo'qmi dedim. Bu balki ig'izga elinmagan bilan o'ttirib qo'yilishi mumkin, nurg'un masalalar o'ttirib qo'yilishi mumkin. Chunki bu ikki davlatning 50 yillik munosabati bo'lgandan keyin 50 yillik munosabat shu to'xtalgan bo'lg'achqa, ammo shunday bo'lishi mumkin. Ana ustiga sizlar Jungoning ichki vaziyatini ko'rsanglar hozir
Embank şirketinin ahvalisi to'xtalib o'tdik. Embank şirketinin hozirgi pul besati yaqinda to'r betida aytilgan so'zlar qarg'an vaqtida umumiy 2 trillion 2 trillion xalq pulimi 2 trillion dollar atrofida ekan. Bu pul 2-3 yil ichida tepilgan ekan. Hozir bugungi tahlillar qarg'an vaqtida bu qatim Embank şirketi bu Shawxi degan bu kishi 2015-yili Jungoda paychek bozorda yuz bergan o'zgarish. Ciddi o'zgarish yuz berib, buning hukumat ciddi aralashgan edi. Hatta saqchilarni evatib paychek bozorini aran to'xtatib qolgan edi. Endi buni to'rbatlarda kishilar nima dedi desa, iqtisod siyosiy o'zgarish. Iqtisod sohasidagi siyosiy o'zgarish dedi. Andan keyin pul muomala sohasida hozir tozalash yoki uzil kesil aniqlash xizmatni yo'l qo'ydigan vaqt tunji qatim bu Shawxini nazarband qildi degan gap hozir nihoyat og'ir bir sohaga. Mesela Strahvaniya şirketi değil bu bir şundak namdaki gap. Lekin ameliyatı Jungo'nun pul muamele sahasideki çirikleşik karıştırış. Yani ahire baş görüp öttük ne mi dedi? Bu kadın bu görüşüş ya ki bu terakkiyatın özü bizden sözümüz ve yüzümüz büyüyünce etkandı 19. kurultayga kimni orullaştırış mesela kim çamıyı bulur ya ki daimi hayhat oludu. Kim hayhat oludu. Bana etkandı Jungo'nun keyinki 5-10 yıllık yangi rahbarligini qanday saylab chiqarish masalasida bu Shawxining qo'lga ilinishi Jungoning iqtisod va siyosat sohasiga intayin zo'r ta'sir ko'rsatdi. Hatto bu shirkatga mablag' qilib, mablag' solg'uvchi Jungoliklar hozir o'zlari qiynalib qoldi, nima qilishni bilmay qoldi degandek bir mazmunda so'zlabdi. Xabar shundoq kelibdi. Hozir endi bugungi xabarimiz shu yerdan shu yergacha endi vaziyat tahlilimiz shunchalik. Andan keyin hozir men olib chiqmabdiman. Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat majlisi Chabot apandilar vakilligida tungi latin yoki hisoblaganda tungi payshanba kuni yana bir qonun loyiha ma'quldi. Buning mavzusi hozir Tayvan shundoq ahvol turgan vaqtda yoki diplomatik munosabatlar uzilayotgan bunday bir payt tug'anda Amerika davlat majlisi Tayvanga illiqlik yetkazildi dedi. Shundaqla senatorlar va avom palatasida tunji bo'lib degidek hozir Tayvan sayli sayohat qonuni ma'qullandı. Sayli sayohat qonunida 2 narsani esimda tutib oldim. Men hozir bu xabarni aytib ko'rsatishim mumkin. Bu 2 narsa nima deyilgan desanglar, mazmun 2 narsa Amerika Qo'shma Shtatlarining har darajalik rahbarlari. Tayvanning ham shundoq o'zaro berish kelish qilsa bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari har darajalik rahbarlarning Tayvanni ziyorat qilishi, berish kelish qilishini cheklash qarshi qonun loyiha deyilgan loyiha ma'qullan. Bu yerda siz shu nuqtaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Her darajalik rahbarlar buni cheklamasi bormi yo'q? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi darajalik rahbarlar. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida Oqsaroy darajalik rahbarlar. Bularning Tayvanga berish kelishini qo'yib o'tishdan iborat qonun loyihasi shumi qanday? Agar bunday qildigan bo'lsa, buning hozir taqa reallik aylanmagan ahvolasida biz bir nima deb tahlil qila olmaymiz. Vaqtda agar faraz qilayli, mana faraz deb tushuning, hurmatli vatandoshim. Agar o'sha darajada bu qonun loyiha ma'qullikdan o'tsa, avom palatasi ma'qullikdan o'tdi. Bu endi faqat tashqi munosabatlar komitetining tasdiqlashiga yo'llandi. Agar buna ma'qullansa vaqt har darajalik rahbarlar bo'lsa, vaqti prezidentlarning o'z ichiga olamda qanday? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Tayvanni bevosita ziyorat qila olamda qanday? Masalan, davlat ishlar katiblari Tillerson Tayvanni bevosita ziyorat qila olamda qanday? Agar o holga yetib boradigan bo'lsa, ishning bo'ladi, hurmatli vatandoshim. Men boshda aytdim-ku, o'z putig'i o'z palti chepish o'rini qo'llagan kishi avval o'zi tushudi deb. Siz bekat Tayvanga qartib, siz uni diplomatik munosabat doirasiga Panamaga chaqildingiz. O'tganda Gresga bilan qaysi Afrikadagi bir davlat men sizlarga so'zlab ketdim, ismini unutib qoldim. Afrikadagi bir davlatga chaqildingiz, uning bilan bo'lgan Tayvanning diplomatik munosabatini uzdingiz. Bugun Panamani uzdingiz. Panama bu hamda sazg'ir bir rayon. Amerika bilan ittifoqdosh rayon. Demak, bu yerga siz yetib keldingiz. Men boshda demabdiman, Koreya, Tayvan, Panama degan bu Amerikaning eng yaqin ittifoqdosh davlatlari. Siz hozir bu yerda siyosiy parakandchilik paydo qildingiz. Endi nima bo'ldi ko'ring. Tayvan sayli sayohat qonun loyihasi ma'qullandi. Tashqi munosabatlar komiteti buni ma'qullaydigan bo'lsa, agar prezident Trumpning oldiga bo'lsa, bu ma'qullikda o'tgan qonun loyihasi imzo qo'ydigan bo'lsa, demak bu Amerikaning ichki
qonuni qo'ylandi degan. Vaqtda Amerikaning rahbarlari, harbiy generallar rahbarlari Tayvanga boradigan bo'lsa, Tayvanning rahbarlari Amerika keldigan bo'lsa, ishning bo'ladi hurmatli vatandoshim, o'zingiz savolni men qo'ydim, javobni o'zingiz bering ha. Vatandoshim, vaqt ishning bo'ladi. Tayvan bo'g'izi siyosat nima bo'ladi? Demak bu qonun bugun ma'qullandi, tunugun ma'qullandi payshanba kuni. Payshanba kuni ma'qullanmay tayyorlagandim, men qog'ozimning qatori tushib qolibdi u. Ama yana bir qatimliq leksiyamda so'zlayman, so'zlamsam bo'lmaydi bu, chunki Amerika Davlat Majlisi bo'layotgan o'zgarish bu. Tayvan sayli sayohat qonuni esingizda bo'lsin, hurmatli vatandoshlar. Sayli sayohat qonuni har darajalik Amerika Qo'shma Shtatlaridan har darajalik rahbarlari deganda cheklimi yo'q. Yoki Aqsaray darajalik, yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi darajalik, yoki Tashqi ishlar ministrligi darajalik, yoki davlat mudofaa ministrligi darajalik degan cheklimi yo'q juma. Bu qaltis gap bo'ldi apandilar. Kim topdi buni? Amerikada og'irday desang, sen Panamani ilib ketyapsan. Afrikada Gretsinga deganda ketyapsan. Tayvanning yana 5 davlat turishlik ish boshqarish o'rnining ismini o'zgartirishga besim ishlatyapsan. Xalqaro sayyohat tashkilotiga a'zo bo'lishga besim ishlatyapsan. Demak, bu ishlarni sen qilding. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi nima qonun ma'qulladi? Tayvan sayli sayohat qonuni her darajalik rahbarlar Amerika tarafdan cheklanmaydi, Tayvan tarafdan cheklanmaydi. Demak, ikki davlatning rahbarlari o'zaro ziyorat qilishi bo'ldi. Bordi keldi qilishi bo'ldi. Alasharim. Hozir endi bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Avam palatasi tasdiqlandi vatandoshlar. Endi hozir tashqi munosabatlar komiteti deydigan bir komitet bor ekan, bu balki Avam palatasining komiteti bo'lsa kerak. U yer tasdiqlansa, ondan senatorlar tasdiqlab oldi-ku deyman. Bu birinchi ayda sizlarga so'zlagandim bu leksiyani. Senatorlar, senat Avam palata, kengash palata o'xshash tasdiqlaydigan bo'lsa, demak, prezident qo'l qo'ydi, qonun qo'ylandi deganga. Shunga jungolik apandilar bu to'g'rida sizlar ranjimanglar, og'rinmanglar. Ikkinchi birisi tanqid qilishdan yoki Tayvanda Sayyanmin prezidentni tanqid qilishdan yoki Tayvanlik prezident Sayyanmin tanqid qilishdan hech qanday zaruriyati yo'q. Chunki bu ishni 5 yil sizlar o'zinglar paydo qildinglar jungolik apandilar. Demak, hozir bu qonunni kelar qatimliq leksiyada Alloh bir sizlarga yetkazamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari tunugun payshanba kuni davlat majlisi tunugun payshanba kuni ma'qulladi. Birdak ma'qulladi. Hatta qonunni ma'qullashdan avval Amerika Davlat Majlisining a'zolaridan bir qancha kishi nutq so'zladi. Vaziyat to'g'risida nutq so'zladi. Ishlar mana shunday ekan, hurmatli vatandoshlar.